bu yurtga qadiming yetganligini bilib qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasalar qambarni saxinim, o'zlarining milchoq bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Muzayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganini bilamsan? Anlayıq tursan-qo, kelib meni bo'shitib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hujjam bo'g'aydi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelaka mayli chaplashid ekansiz-ku. Xo'jakingizcho, sizdakda necha-nechalarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. Uni mumkin emas. Mening sizga takkinim takkan. Mening qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarga tikilgan xotin. Oyshem Ismoil tabassum. 37-qism. Yo'chun odam Quduslanqaga chaplashib turib, uning yoqasini ikki qo'llab bo'g'di. Ondan intayin past va tonish ham notonish ovozda. Sening Quduslanqa ekanligingni bilaman. Sen bilan hech qanday o'chaq da'vatim yo'q, ha? Shunga sana nijotlik yo'li beray. Hozirli bu uydan ketdi. Qancha yiroqqa ketasang shuncha yaxshi. Navoda ketanmay qilib, Naman Cho'loqning yoki Yomilning odamlarga tutilib qoldigan bo'lsang, hozirli men qilmoqchi bo'lgan, ham cho'qim qilmasam bo'lmaydigan ishlarning javobgari sen bo'lib qolasan. O chaqda keyingi ishlarni peshonangdan ko'r. Sen kim? Nim qilmoqchisan? Mening kimligimni bilmasangmi bo'ladi. Hozir mamsang ulgurolmay qolasan. Rahim qilgan vaqtimdan foydalanib, bu yerdan ketib ol. Xotinim uyda. Men uni elib kerak. Ey sen xumsi qachonlarda xotin elib olding, ha? Mehrini saxinim epagan. Men bu yerdan ketay deb turgan. Lekin xotinimni ep ketmasam bo'lmaydi. Men yo'qab ketsam Mehrini saxinim uni o'ldirib Bak yaman ayol o. Quduslanqa o'zining gaplaridan o'zi qo'rqib, mishshida yig'ilibdi. Uning xuddi Sudumma xonim haqiqatan Mehrinsa xonimning qo'lida o'lib ketadigandek. Sudumma xonimdan ayrilib qolsa, hargizmi yashayolmaydigandek tuyulib ketgan edi. Nimaning eksprosh. Hey, o'z jiningni aralli boqadigan nimanki, arqonga quyruq so'rib olib nima qilading, ha? Xotin deganni erkin ozodi yashug'idek bo'lganda ondan olmamda. Endi shu Quduslanqa gapining oxirini deyamay o'ksib qoldi. Yo'chin odamning o'ninga ichi og'rib qoldi bo'g'ay, birdan turib olgandan keyin dedi. Mana chiroqni yondirmay kirib xotinini uyg'otib tayyorlik qilib, darhol yo'lga chiq. Ot minib mamsizlar yoki ma'badimi? U ot minmaydi. Ma'bada mavsaq bo'larmikin? Ma'qul. Bir osh pishim vaqt bering. Shabi chiqamay berib, ma'bini qat. Ko'ldirmasi yo'q, otni ko'ldirmasi yo'q ma'biga qatasan, ha? Bekadin jiringshib, hammaning diqqatini tortib yurumsan yana. Yağlıqdək bir nima tepib, otning eg'isini tingibat. Mahaldan yidaqab ketganda yeshivatsan bo'ladi. Pushqutib chataq terimisan yana. Ha, ma'qul. Rahmat xo'jam, rahmat. Quduslanqa hayajondan eg'zi gapga kelmagan holda qayta rahmat ashqolla etib, shipirlig'inicha hujrasiga kirib ketdi. Yo'chin gavda saroy temiga choplashib, atrofni ko'zitib turardi. Bir chaqda Quduslanqa nozik bir gavda egisini agashtirib, bir bo'pini yudiginicha hujrasidan chiqib, orqa o'yla tarafga ketdi. O yerda otxona, necha dona qator qo'yilgan quruq ma'pilar bor edi.
Jiddiy chog'da qaysisini qaytib yo'lga chiqsa bo'ladigan holatda tayyor turadi. Bu saroy echilgandan beri yo'l qo'yilgan qoida bo'lib, mana hozirmi obdalla asqatdi. Qudduslanqa Sudumma xonimni agashtirib, avaylab menib otxona oldiga keldi va qo'lidagi bo'pani yerga qo'yib, amal bosh shap chiqarmaslikka tirishib bir mapani qopdi. Tekin studiyasi. Aman bir kuni mo'shundoq bo'lib qolsa deb necha kundan beri oddiy qaytish usulini to'la mashq qilib pishib ketgan Qudduslanqa qilch qiynalmay ham shap chiqarmayli mapani qaytib, o'jirdan chiqquchi yonchuqqa selib olgan Sudumma xonimning yog'liqini chiqarib, oldi bilan otning tumushiqini tengib, yog'liq talosidan o'tishgan havoda nafas ololug'idek oldiq qo'ydi. Ondan necha kunning oldida tayyorlab qo'ygan kichik paxtliq xaltalar bilan uni chigidigan sho'yinlarni qo'ynidan chiqarib, otning putlariga birdan kiygizib mahkam chegavatdi. Onundan keyin Sudumma xonimni ko'tirib mapiga elib, yerdagi bo'pini uning qo'liga tutqizdi-da, otning chulvarini tutib yetilgan peti orqa o'ylining darvozasidan chiqib ketdi. Otni o'z mengishiga qo'yib mangan Qudduslanqa mahalladan 200 qadamcha yiroqlagandan keyin o'zimi mapiga chiqdi va otni qattiq qamchilab mahalla qabristonligiga keldi. Sudumma xonim qo'rqib titraganicha Qudduslanqaga ching'i deb pishib o'tiradi. Qudduslanqa otni bir qavrning beshiga tikilgan xodaga bog'ladi. Ondan yerga engishib o'tirib xeyli o'zini aplashgandan keyin bir bo'shikning 20chilik keladigan bir dona sanduqni ko'tarib elib mapiga soldi. Buni ko'rgan Sudumma xonim bo'layotgan ishlarga hayron bo'lgan holda og'zini tutibla qoldi. Qorong'uda hech kimning chiroyidagi o'zgarishlarni, qo'rqinch va hayronliklarni ko'rmaydi. Shu orada o'z ishi bilan mashg'ul bo'layotgan Qudduslanqaning mo'risiga bir qo'l tegdi. U kaniga o'rildi. Ko'rdiki, Sudumma xonim qo'li bilan Namancho'loqning o'ylisi tarafni ko'zitib turadi. Namancho'loq saroyi tarafdan osmon palak o't yolqini ko'tarilib, o't ustida g'oyat zo'r istutaklar to'lg'ishib ulg'ayib, shohliq osmoniga yolqincha yetishga boshlagan edi. Qudduslanqa qo'rqonidan ishtiniga chiqarib tasli qoldi. U oldirab boyi o'zi ochgan qavrni puxtlab etib-atgandan keyin otni bog'lig'an yerdan yishib mapiga chiqib, otga orqa-orqadan qamchi urib, chopturg'unicha yiroqlab ketdi. Mehrinso xonimga Namancho'loqdan qolgan saroy, ikki o'yla, qimorxona, oshxona, navoiyxonalarning hammasi bir kechada kuyib kulga aylandi. Faqat hech qaysi o'yla yoki tomlog'i tutashtirilmay, orqa o'ylining u tarafiga selingan otxona va eg'illi amon qolgan edi. O't xeli ulg'ayib bo'lganda ondan chapoqlarini ochgan xizmatkorlar har qancha tirishgan bo'lsa-mu o'tni o'chirib ololmadi. Mehrinso xonimning o'jirisi sirtidan zanjirlab etilib, yo'g'on parang qilib serib qo'yilgan bo'g'achqa. Dastlabda uning qiyo-chiyosini anglagan xizmatkorlar zanjir va qulupni etishga urinib baqqan bo'lsa-mu, ammo avara bo'ldi. Keyin bu qulupni undoq oson ochqili bo'lmaydiganligini, ishni chaqmasa xonimni qutuldirib chiqishning mumkin emasligini bayqaganda, allaqachon kechikkan edi. Köyüp sungan vadak qo'sham tomlar o'rilib tushishga boshlaganda, Mehrinso xonim qattiq bir chayqirdi-da, zuvoni mangulikka o'chdi. Atsi Yomildan Saydulla yuzbeshini o'z ichiga olgan bir muncha odam kelib, saroyga o't ketish voqeasini tafsiliy tekshirdi. Xizmatkorlardan ahvol egallab etib, Qudduslanqa bilan Sudumma xonimning yo'qligini bayqadi. Xizmatkorlarni taraf-tarafga mo'ndirib ularni izlatgan bo'lsa-mu, yo tirikining yo o'likining izderikini olamagandan keyin bu o'tni Qudduslanqa qo'ygan degan yakunni chiqarib, butkul nohiya tavasiga odam mo'ndirib ularni izlashga buyruq qildi. Ammo bu chaqda etini kechilab orom bermay qo'lab, hech yerda to'xtamay mangan Qudduslanqa bilan Sudumma xonim piyolma cho'llik tavasiga o'tib ketgan edi. Saydulla yuzbeshi Mehrinso xonimdan qanday qutulish xiyolida chora izlab yurganda, kutilmaganda yuz bergan bu ishdan turib qo'rqqan bo'lsa, bir turib ichidan xush bo'lgan edi. Mehrinso xonim o'lgan ekan, endi uning g'am yeb yurishining hojati yo'q. Mahal qo'rsoqqa o'nib qolgan bolaning tanqisliqimi baraqli yo'qolgan bo'g'achqa.
yüzbeşi bilib bilmayla ichida Qudduslanqaga tashakkur etib qoldi. Namancho'loq sarayga o't ketib bir hafta bo'lganda karvon bilan yongan ba'zi kishilar Namancho'loqning qo'l cho'miqi Qudduslanqaning qog'iliqda yosh bir ayolni agashtirib yurganligini aytishdi. Bu gap necha kundada ulg'ayib, butun yurt mahallaga pur ketdi. Biroq Namancho'loq va Mehron Soxinim tarafdagilardan o'lgani o'lib, ketgani ketib, bu voqeani tekshirib, o't qo'ygan odamni tepib jazolab berishni talab qiladigan birasi chiqmaganligi uchun ishlar shu joyda besiqib qoldi. Mehron Soxinimning omon qolgan mollari va yerlari Yamul orqali bosh divon mahkamasiga o'tkazib etilib, Mingbeshining mulki bo'lib ketdi. Buning bilan Mingbeshimi kuy o'g'lining Mehron Soxinim bilan bodi keldi qilib yurgan noto'g'ri qilmishlarini surishtirib yurmadi. Namancho'loq sarayiga o't ketib 6-kuni Seyitboy qo'rg'ining darvozasi oldida soyivallik ot orvasini yetilganicha qo'yma salobatlik, huzur kiyingan, qomlashgan bir er kishi paydo bo'lib qoldi. O darvozani bir hazo mushlagandan keyin ichidan bir xizmatkor yigit darvozani ochib chiqib keldi. Ot harvi yetilib olgan bu kishi uning bilan qisqagina ahvollashgandan keyin xizmatkorning so'rashini kutmayla ig'iz ochdi. Seyit begim öydimi? Xo'sh, begim uyda. Nima ishlari borkin? Ha, begim bilan ko'rishadigan muhim ishim bor edi. Ig'ir ko'may kirib begimga Qosim Palko'z deydigan bir sil bilan ko'rishsam deydi deb aytib qo'ygan bo'lsangiz. Xizmatkor Qosim Palko'z yetilib olgan soyivallik ot harvida yuzini shamoldan to'sib, beshidagi qalin o'rus yog'liq bilan yerim yo'gab o'ltirgan ayolga qarab qo'yib, kayni giyinib qo'riqqa kirib ketdi. Begim, darvoza oldida Qosim Palko'z deydigan biraylar sizlar bilan ko'rishatdim deb saqlab turdi. Xo'sh kezak bovoqlar uchun o'z qo'li bilan ittirma g'oltak yasab o'ltirgan Seyitboy xizmatkorning salimini lappida qarab elik oldi. Qosim Palko'z degan ismni anglab, Seyitboyning quliqiga zing'idi bir og'riq kirdi-da, chiroyi g'o'chchida turildi. O hamon bir kuni mo'shindoq bo'ladiganligini, ayni yili o'z ajriga tayanib pul tepib kelsa, bolasi bilan Zivarnisoni o'ziga qaytirib beradiganligi haqida va'da qilib yo'lga sep qo'ygan Qosim Palko'zning ajal yetib o'lib qolmasa, cho'qim bir kuni kelib o'zidan ayni chog'dagi va'dasini so'raydiganligini obdan biladi. Gerçi bu ishlarga har vaqt ideyasida tayyorlik bo'lsa-mu, bugun yanada quliqqa og'ridi. To'g'risini aytganda quliqqa emas, balki yuragi og'ridi. Seyitboy qo'llashmagan bir harakat bilan to'lima tasda o'rnidan turdi. Man berib mehmonni boshlab kel. Uni qishliq saroyda saqlayman. O shundoq deb qo'yib, o'jirsaga kirib ketdi. Seyitboy kirganda Zivarnisa Shahzodam xonimga yangidan tikkan paxtliq choponni kiygizayotgan bo'lib, erining kirganini ko'rib, darhol o'rnidan turib, Seyitboyning ko'rpiga chilladi. Bo'ldi. Qo'lingizdagi ishni Zo'raxonga bering. Usti beshingizni tuzashtirib, to'ningizni kiyib. Mehmon keldi. Qishliq saroy uyda kutib olamiz. Seyitboy shulani deb qo'yib, qandoq kirgan bo'lsa, yana shundoq chiqib ketdi. Uning chiroyining o'ng so'li yo'q turganligini ko'rgan Zivarnisoning ko'ngli g'ash bo'ldi. Seyitboyning bu mehmondorchilikdan xafa ekanligini his qilib yetdi-yu, kelgan mehmonning kim ekanligini bilmaydi. Zivarniso mehmonlik zar to'nini kiyib, chilon ranglik so'sar to'miqini beshiga qo'ndirdi. Ondan uzun o'rim chochlariga tilla bezikini esib, kolti qo'njuluq o'tikini kiydi. Onundan keyin choy chaynak va piyolalarni tayyor qilib, patnusga chiroyli tizib, shira ustiga qo'yib qo'ygandan keyin Zo'raxon sandalda cho'g' akirib, topsining o'ttirdi qo'yib qo'yg'achqa, salpal illishga boshlagan saroy uyga kirdi. O kirganda mehmonlar tex yetib kelmagan edi. Zivarnisa cho'g'ni supining yeniga surib qo'yib, supiga tam bo'yiltib selingan ko'rpini o'ngshayotganda, mehmonlar Seyitboyning boshlashida takalluflar bilan kirib keldi.
Zivernisa darrov kayniga burilib, kiyikdek chaqqonlik bilan eshik tarafga siljidi va kirayotganlarga ehtirom bilan egilib salom qilib, intayin tonish chiroy bir mehmonning kaynidan kirayotgan 20 yoshli o'pcho'risidagi qo'rsqi obdalla to'mpiyib chiqqan o'ttir bo'yliq cho'konni yeniq quchoqlab, mangzini uning sovuqdan muzlagan mangzilariga yiqib ko'rishdi. Salom soatlar bir haqur oxirlashgandan keyin Seyitboy ularni to'rga boshladi. Qosim Palko'z masi ustidan kiyib-olgan qalichini selib supiga chiqayotganda, Zivernisa uni to'nidi-da, bilnarlik titrab, chiroyi totirib ketdi. Seyitboy uningdagi bu o'zgarishlarni sezdi. Mehmonlarni sezib qolmaslik uchun Zivernisani talog'i sharatlab qo'yib, o'zi oldida chiqib ketdi. Qudduslanqa bilan Södünmə xanım shu mang'inicha piyolma o'tangiga yetib keldi. Ondan shu yerda o'zlari haydab kelgan otliq mapini boshqa bir ot orvisiga tegishib, yo'lda yeydiganga xeyli ko'p narsalarni olgandan keyin narsalarni ot orvisiga besib yo'lga chiqib, kechisimi hech yerda to'xtamay o'dil qog'iliqqa o'tib ketdi. Qog'iliqda Nahiya bozoriga yaqin yerdagi bir saroyga tushdi va bir kech qo'nibla atisila u yerdan ayrilib, odamlar ancha oyoq bosmaydigan chatrak bir so'gatlikka kelib, shu yerni nishonlab aholi barpo qilishga tutindi. Namancho'liqning saroyidan qochib chiqqan yiliq oqshomdan boshlab Södünmə xonimni elib qochib ketishga yordam qilgan va saroyga o't qo'ygan yiliq yo'chin odamning ovozi Qudduslanqaning quloq tuvidan ketmadi. Nimali ish qilsa, hatto g'izo yeyotganda uning gaplari quloq tuvida jaranglab turgandek bo'lib, uning asiyotini egallab ketdi. Ammo Qudduslanqa har qancha qilibmi bu ovozning egisini taniyolmadi. O'ylamay desa kallasiga kirvilib, o'ylasa yeshimini topamay qolgan bu tugun uni saq bir hafta qiynadi. Kunduzi yetmaganda kechidimi tushlariga kirvilib, beyorim qilgan yiliq qora kiyimli yo'chin odamning ovozini Qudduslanqa sodi bir yerda anglagandek qiladi. Mana bu yiliq qorong'u oqshimi qora kiyimli yo'chin odam Qudduslanqaga degan gap. Burma birsi shundaqroq bir gapni aytdi. Teği bu gap doimliq odatga o'xshash, uning og'zidan shunchalik tabiiy, shunchalik oson chiqadi. Bir ishdan xush bo'lsimi, xafa bo'lsimi, utsimi, uttursimi? To'g'ri. Qosim Palko'z. Shu Palko'z ashundaq deydi. Xush bo'lsimi, xafa bo'lsimi, qamarda utyapsimi yoki uttiryapsimi? Moshi gap og'zidan chiqadi. Acaba o qarang'u oqshomdagi yo'chin odam Palko'z shumidi, ha? Saroyga o't qo'yganmi shu? Maqsadi Naman begimdan o'chilish. Oilasini vayron qilgan Naman begim bilan uni qimog'i so'rab, bayo'qini so'rayotgan qimoqxonasini ko'k so'rib tugitish. Aqlsiz Qosim. Balkim bilmaydingda sen, ha? Naman o'lgili ne ekan? Amdi bo'lganda o'ntevisiz kepla gunohsizlarning jiniga, meliga qasqig'ining nemisi? Sen o'ch oladigan odam allaqachon borar joyini tepib bo'lgan emasmidi? Suvaning tutilib qolmagandan keyin mendan bir ig'iz gap so'rab boqqan bo'lsang, bak bo'lmasa bir necha kun ta'xir qilib atrofdan ahvol o'qishib baqsangmi bo'ladi-ku, ha? Bir odamning o'ch adovati uchun bir muncha ish terg'ining erkaklikka yot edi-ku, birodar. Levini tishlagan holda beshidik tulki to'miqini mejiqlab elib, tizig'i mushlab urib qolgan Qudduslanqa ko'zlaridan yosh chiqib ketganligini tuymayla qoldi. Kechda gulxo yiqish uchun yaqin atrofdan shoxshum yig'ib qo'ltiqlab kelgan Södünmə xonim erining chiroyidagi alamlik o'zgarish, mangzidagi sababsiz yoshni ko'rib tang'irqab qoldi. U qo'ltiqidagi bir bog'lam shoxni yerga tashlab,
ishtik kelib Quddus Lanqaning yuzini olqonlari orasiga oldi. Quddus Lanqa bu mehrlik ayolning olqiniga levini yiqib, öksüp yig'lab ketdi. Ammo zodi nimaga yig'layotganligini u o'zimi bilmaydi. Untekin studiyasi. Xotima. Qosim Polko'z Seyitboy bilan Zivarnisoning tujubulab kutuverishi bilan Seyitboy sarayda obdalla mehmon bo'lib, necha kundan buyangi yo'l harduqini chiqarib oldi. Dasipida to'rga chiqib o'ltirib bo'lgandan keyingi rasmiyat yuzasidan qilinadigan takallub salom jarayonida Qosim Polko'z boshlab kelgan yenidagi ig'ir-qot ayolni xotinim Boyim va xinam deb tunishtirgan edi. Shuningdek keyin Zivarnisoning o'ng ta'turi so'qib, nimalardandir ansirab turgan yuragimi sal iziga tushgandek bo'lib, Qosim Polko'zning o'zini birga ketishga majburlash ehtimollik xavfidan ozroq bo'lsa-mu xalos bo'ldi-da, ko'ngli bir oz oromiga tushib, yenik tin oldi. Ammo buninglik bilan allaqachon xotin ip bo'lgan ekan, endi birga ketimiz deb so'rab bo'lmaydi deb o'tdi qilib bo'lmaydi. Shuningdek vahim yeb qolgan Zivarnisa pat-pat Seyitboyga qarab o'hsinatdi. Seyitboymi uning andishisini tushunib turg'achqa pat-pat uningga qarab kulimsirab qo'yatdi. Ko'zini ma'nilik yumushlab, g'oyiviy tasalli beradi. Oradan Zo'rxon bilan Gulsum qo'sh kezaklarni birdan ko'tirib kirib, Seyitboy bilan Zivarnisoga tutqizib qo'yib chiqib ketdi. Zivarnisoning quchqig'i chiqib, qiyin-qiniga patmay qolgan kichik Mamtimin onasining yuzlariga yuzini surkab, budur qo'llari bilan inoklarini tutib, ba'zi suyib, ba'zi yalab, onaliq yedi kelib turgan bo'ynidan quchoqlab, tiltonlab o'ynashib ketdi. Seyitboyning quchqidagi kichik Shodiya xonimni qiliq chiqarib, go'ngrab sho'xlik qilganicha dadisi bilan o'ynashib o'ltiradi. Bularni ko'rib, Zivarnisoning qo'sh kizak yangi kelganligini bilgan Qosim Polko'z boshda sal o'ng'aysizlangandek, ishtorliq kelgandek qildi. Ammo tezda o'zini o'ngshab, ichidan xushallanib kulganicha, yanada bolalarning o'moqligiga ichi kuyib kulimsirab o'ltirgan Boyim va xinamga qaradi. Yap ichishlar to'xtab, asli maqsadga o'tganda, Qosim Polko'z ikki bolani va Zivarnisoning bu uyga singishib ketganligini ko'rib, uni ip ketish xiyolida voz kechganligini aytib, hammalarni xush qilib-atdi. Biroq Abbosni ip ketish fikrida ching turib olib, amdilating ko'ngli tingan Zivarnisoning ko'zlarini yoshlab qo'ydi. Qandoqli bo'lsin, Abbos uning o'g'li. Shu ip ketish fikrining yo'lliq ekanligini his qilgan Seyitboy Zivarnisoning orzusi xilof oldi. 4 yoshga kirib qolgan Abbosni yetilab kelib, Qosim Polko'zga tutqizdi. Bala Qosimni to'nimay xeyli yassirdi. Ammo Seyitboy uningga bir muncha gap qilib, yanchuqiga bir muncha gul qoqlarni sap qo'ydi. Ondan Musha dadash bilan birga uning uyiga berib tursa, ati o'z berib qaytirib akaladiganlik haqida bir talay va'da berib, bazlab, papilab yig'isini to'xtatib, Qosim Polko'zga qo'shib yo'lga sap qo'ydi. Zivarnisa xitildab yig'lab mo'nglanganicha Seyitboy bilan birga qo'riq oldigacha chiqib, o'g'lini ipmangan Qosim Polko'z va uning ayolini uzitib qo'ydi. Soyvallik ot arvasining qadam siri yeriqlab ketayotganiga qarab, yuragi mo'jilgandek bo'lgan Zivarnisa Seyitboyga esilib, isadab yig'lab ketdi. Seyitboy uni mo'risidan quchoqlab, ko'z yoshlarini surtib, xeyli uzun papilagandan keyin sal pastgo'yga tushib, cho'nqur bir tortib o'ziga keldi. Ular qo'riq darvozasini taqab, yenib kirgandan keyin bugun Gulbahram xonimni faqatli ko'miganligini yodiga elib, berib uning bilan ko'rishib kelishni maslahatlashib, bog' o'yla tarafga yo'l oldi. Biroq darvoza oldiga kelib, bo'sog'idan otlay deb turgan Seyitboy o'yladik supida yonma-yon oldi bir-biriga yo'langanicha ko'zlarini yumib kulimsirgan pet xiyolga ketgan muallimchoq bilan Gulbahram xonimni ko'rib izida to'xtadi. Dadining yuragi og'di. Uning ching tuyulgan mushtimi Zivarnisoning illiq olqonlari orasida asta-asta bo'shadi. Zivarnisa Seyitboyni so'rashtirib degudek bog'dan 10 qadamcha nari qildi. Ondan Seyitboyning bo'yniga esilib turib dedi:
Bizning yaşlığımız bo'lgan, odam degan ko'ngli tushgan kishisi bilan baxtlik, shundoq bu. Meni sildan ayirsa, yuraklar og'riydi. Silini mendan ayirsa, o'xshashli yuragim og'riydi. Rayığı qo'ysalar, ularning yuragini og'ritmaylik. Qambarni saatjamning ruhi amin topsin.